Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? 20 soniyada men sizlarga hozir svarkani yaxshi yoki yomon bo'lganini tushuntirib beraman. Mana bu svarka mana kuchli tokda tezroq bo'lamiz degan maqsadda quyilgan, yaxshi erimagan. Mana bu ham, bu temir ham yaxshi erimagan, elektrodni o'zi erib tushib qolgan mana. Buni ko'chishi ham qiyin mana. Ichidagi svarka chiroyli chiqmagan, betiga quyilib qo'ygan. Tushunmagan odamlar buni chiroyli svarka, yaxshi quyilibdi deb o'ylaydi. Bunisida bo'lsa mana tok normalniy tokda sekin ikkala tomon ham bu temir ham normalniy holatda eritilib pishirilgan. Mana bunday qilsanglar ko'chib ketadi. Oynakka o'xshab chiroyli svarka bo'lgan. Bunisi mana bu joy ingichka, bu joy qalin, bu joy qalin. Mana shu tevada turib erib tushib qolgan elektrod. Bu narsa ikkala temir erimagan yaxshi. Bunda shoshmasdan chiroylab quyilgan. Bitta qaraganda mana ajratib olsalaring bo'ladi.